Said, nomerotga ketayotgandim, nomerotni tashlab qo'ysam. Aka birinchi chiqishdan oldin so'ramaydim, ha? Sen tirikchilikda bo'lsang, tekin ketayotganim yo'q, pulini beraman deb aytgandim. Pulingiz kerak emas, tushing bo'ldi mashinadan. Uzr, Said. Said. Ya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerga ketyapsan? Ha, Qoraqamishga ketyapsiz, aka. Chiq, ukam birga borib kelamiz. Ya, mayli aka, men Chiq, hijolat bo'lma, chiq. mashinalar qulluq bo'lsa. Rahmat aka. Senga ham nasib qilsin aka. Ayt aka, Olamda aka. sizga anchadan bir bitta gap aytaman deb yurdim. Esingizda bo'lsa. Said, to'xta, bitta narsaga kelishib olaylik. Senga bitta taklifim bor ekan. Bir qiziq ishga jentra olib qo'ydim. Uyda yotibdi. Menadigan odam yo'q, bilasan, bitta o'g'ilman. Men sen hozir uyingga tashlab qo'yaman-da. Keyin bir pasdan keyin kelasan, mashinani senga berib yuboraman. Qanday bo'lar ekan aka? Qanday bo'ladi? Qanday bo'ladi? Mayli aka. Kelishdik-a? Rahmat, bog'ingizga shukr, hayot aka. Siqilma. Hammasi joyida bo'ladi. Yo'qchilik yiqitdi